Quvasoy shahrida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti sovrini uchun xorijiy tillarni o'qitish bo'yicha eng yaxshi maktab tanlovi bo'lib o'tdi. Tanlovda shahardagi barcha maktablarning 7, 8, 9 sinflarda tahsil olayotgan 5 nafar o'quvchilardan tashkil etilgan terma jamoalar ishtirok etdilar. Dastlab viloyat hamda shahar mutasaddilari ishtirokchilarni tanlov shartlari bilan tanishtirib, bu tanlov nafaqat o'quvchilar, balki ustozlari uchun ham o'tkazilayotganligi, g'oliblar uchun qo'yilgan sovrinlar haqida tushunchalar berishdi. Bugun Quvasoy shahrida jami 29 ta umumiy o'rta ta'lim maktabi bo'lib, 29 ta maktabdan 28 ta jamoa bugun ishtirok etyapti. Jami Quvasoy shahrida bugungi ko'rik tanlovda 140 nafar o'quvchilarimiz jamlanishgan. Mana shu yerda ular test jarayonlaridan o'tib, o'sha qoplarda yana Toshkentga jo'natiladi va xulosalari qaysi maktab jamoasi g'olib bo'lganligi keladi. Jarayonlarni bajarishda tanlovni o'tkazish tartibi to'g'risidagi nizomda ko'rsatilgan barcha talablarga rioya etilishi ta'minlandi. Adolatli, xolisona va shaffof o'tkazilishini nazorat qilish bo'yicha nazoratchilar guruhi shakllantirildi. Davlat test markazi va davlat feldyegerlik xizmatlari bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan test topshiriqlari maxfiyligi saqlangan holda yetkazib berildi va ishtirokchilar guvohligida ochilib tarqatildi. Bu esa o'quvchilarni yanada faol bo'lishga undadi. Hozirgida ingliz tili test sinovlaridan chiqdik. Menimcha juda yaxshi yechib chiqdim deb o'ylayman. O'zimga ishonchim katta. To'g'ri tayyorlanganimizga qaramasdan test sinovlar biroz qiyin bo'ldi, lekin hayajon bosmadi. Ingliz tilini o'rganish bizga nima uchun kerak? Ingliz tilini bilgan odam dunyo keza oladi deb o'ylayman. Shuning uchun ingliz tilini o'rganyapmiz. Natijalarga ko'ra maktablar orasidan ballar ketma-ketligida 3 nafar g'oliblar aniqlanadi va ular pul mukofoti bilan taqdirlanadilar. G'olib jamoa viloyat bosqichida ishtirok etish huquqini ham qo'lga kiritadi.